Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ramazon muborak. Ko'rayotganinglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosining tor televiziyasi. Men Gulchehra. Bugun biz bu programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Diqqat bergaysizlar. 17 iyun Ramazan münasebeti bilan ziyoratimizni qabul qilgan Rabiya Qadir xonim Ramazan harfisida dunyoni Uyg'ur xalqining diniy vaziyatiga diqqat qilishga chaqirdi. Rabiya Qadir xonim yana Xitoy Uyg'urlarga qaratgan diniy va Ramazan cheklimlari haqida to'xtalib mundaq dedi. Xitoy hukumati Uyg'urlarning harakatini cheklasimi, uning qalbidagi e'tiqodini cheklayamaydi. U oxirida 17 iyun Xi'an vokzalida etib tashlangan Uyg'ur haqida to'xtalib mundaq dedi. Muşu etilgan balının so'rig'ini qilish, bütün Uyg'ur xalqining so'rig'ini qilish, Amerika hökuməti bütün dünya xalqi İslam dünyasının bu məsələlərdə qarab turmasligini, dünyanın uyqusunu etishini ümid qilaman. Xitoy hökuməti bu yil yana Ramazan qartilgan qattiq tədbirlarni yo'l qo'ygan edi. Amerika Demokratiyani ilgir surish fondida chaqirilgan Uyg'ur ona tili yig'inida Uyg'ur tilini qo'g'dash, Uyg'ur avlodlarini Xitoyning assimilyatsiya siyosatidan qutqizish chaqiriq qilindi. Yuqorqi chaqiriq 15 iyun tunji navbatlik xalqaro Uyg'ur tili kuni munosabati bilan chaqirilgan Xitoyning Sharq Turkistondagi assimilyatsiya siyosati qo'shtil ma'arifi nomli yig'inda o'tirib qo'yildi. Yig'inda yana Xitoyning atalmış qo'shtil siyosatining amaliyotda Uyg'urlarni til va madaniyat jihatdan assimilyatsiya qilish siyosatining bir qismi ekanligi yo'ritildi. Xitoy temir yo'l saqchilari 17 iyun Xi'an vokzalida etib Uyg'urning kimligi hozirga qadar aniqlanmadi. O'lguchining kimligi bilan birga voqeaning xarakteri, saqchilarning qandaq ahvolda o'q chiqarganligi, Uyg'ur erning nima uchun bilet saqlayotgan yo'lovchilarga hujum qilganligi, guvohchilarning guvohlik so'zi qatorliq nurg'un inchki detallar javobsiz qoldi. Xi'an temir yo'l saqchi doiralarining ilgir surishicha voqea chorshanba kuni atdigan soat 6 da yuz bergan. Saqchilar voqeadagi rolni oqlab, u Uyg'urning qo'liga xish ilib bilet ilish uchun o'chratda saqlayotgan yo'lovchilarga hujum qilganligi, ogohlantirishga quloq solmagandan keyin uni aytib etganligini bildirgan. Lekin Xitoy axborotida boshqa detallarga o'rin berilmadi. Naq maydondan egallangan uchurlardan qaraganda Uyg'ur elining janubidagi Qashqa, Yakan, Xotan qatorliq joylarda yerlik hukumat organlari tig'liq asboblarga qarata bema'ni tadbirlarni yo'l qo'ymoqda ekan. Qarqash naisi Zava yesidagi bir qassobning yaqinda radiomizga bildirishicha, noyilik partikum buyruq chiqarib, Uyg'ur qassoblarning birdak 15 santimetrdan qisqa pichoq ishlatishni bekitgan. Bu belgilama hozir Qarqash nahiya bozorida qattiq ijro qilinmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 5-oyning oxiri Xotan nahiyasining Layqa yezida Wang familiyalik muavin yezi boshlig'ining pichoqlab o'ldirilishi doirlarning tig'liq saymonlarga bo'lgan sezgurligini texmo oshirib etgan. Muxbirimiz o'tgan hafta Qog'iliqning Saybaq yeza Xoyli kent sekretarını ziyorat qilib, mazkur kent aholilaridan 24 yoshlik Ablikim Nurmamatning bultur qattiq zarba berish do'lqinda tutqun qilinib, 2 oydan keyin palach holatda kepillik qo'yib etilganligini aniqlagan edi. Muxbirimiz 16 iyun sobiq mahbus Ablikim Nurmamatning dadasini ziyorat qilib, mahbusning tutulush va kasal sababi haqida ma'lumot so'radi. Çarsiz qolgan ota o'g'lining tutilish sababidan ta bugunga qadar xabarsiz ekanligini, nima jinoyat bilan kesilganligini uqmaydiganligini oshkorladi. U yana sapsaq tutib ketilgan o'g'lini saqchilar palash holatda oilaga qaytirib, kepillik uchun yana 10 ming so'm to'lashni buyurganda, buningmi untinsiz bo'ysunganligini bayon qildi. Hozir Turkiyada yashayotgan 9 yoshlik Uyg'ur qizi Roila qachoq yo'llar bilan Turkiyaga kelgan Uyg'ur musulmonlarning biri. Ammo uning dadasi qatorliq 5 qarindoshi Tailandda turmada turmoqda. Buning tafsiloti mundaq. Roilalar oilasidagi 11 jon kishi 2014-yil martda Tailanddan Malayziyaga o'tish yo'lida tutilib turmaga tashlandi. Lekin uning onasi 6 oydan keyin 5 bolasini ilib turmadan qochdi va natijalik holda Turkiyaga kelib yerlashdi.
Bəxtə qarşı onun 2 ufkusi, dadısı, tağısı və bir nəvri qeyrindishi cəmi 5 eylən qaçalmaydı. Railə bu yıl aprel türmədəki dadısıға xət yazıb, onunğa səvir tilaydı. Railə xət haqida so'ragan sualımızga cavab berib, "Mən dadam və başqa qeyrindaşlarımız bilan burunroq jam bo'lsam, ular bilan bir kunni bo'lsa-mu birga o'tkazsam deb tilayman" dedi. Hörmətli televizor ko'rgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.